Assalomu alaykum aziz birodarlar. Yaxshimisizlar? Ishlaringiz joyidan charchamasdan. Mana inshaalloh hozir go'nglarimiz kelgan. Xudo xohlasa. Hamma direktorlarimiz oldilar, u tarafa bitta, bu tarafa bitta. Teleshkada, traktor teleshkasida to'ktirganmiz inshaalloh. Hozir xudo xohlasa mana nurlar go'nglarimiz tashash jarayoni ketibdi. İnşallah. Naryoqda bitta traktor teleshkasi bilan bu tarafda mana bitta. Ikki teleshkadan hozircha yozdiryapmiz. Mana xudo xohlasa bu direktorimizni yozdirib bo'ldik. Go'ng tashab. Mana bunisini ham inshaalloh mana bo'ldik. Xudo xohlasa go'nglarni yozdirdik. Xudo xohlasa mana bu yerdan mana yozdirish jarayonlarini ham ko'rsatib o'taman. Mana bu yerda ikki taraf o'rtasi ochiq tayyor bo'lgan begomizlarimiz olingan. O'rtamizda mana hech nima yo'q. Yer holatda. Mana bu tarafimizda qurt va mana bu tarafimizda qurt. Mana shu yerdan kelgacha. O'rtamizga mana bu holatda hozir qurtlarimizni yoyib olamiz, ikki tarafini ham bir xil qilib. Mana naryoqlarga o'rta ikki tarafini bir xil qilib yoyganmiz. Yoyilgandan keyin ustidan bir sira suv sepamizda. Mana shlankada keladi shu. Suv sepgandan keyin mana go'nglarimizni tachka bilan olib kelib to'kib mana bu holatda. Keyin katmon lapatka bilan bir xil qilib tekislaymiz, mana bu holatga keladi. İnşallah. Mana tayyor bu yog'i. Mana shunday. Hamma joyini inshaalloh bugun mana ertalabdan boshlagandik. Bugun juma inshaalloh. Jumaga borib kelganimizdan keyin yana mana 3-sini qilamiz. Shunaqa. Ertaga ham mana shunday mana 3tasini qilsak, go'nglarimizni yoyib olsak, mana shu holatda direktorlarimiz xudo xohlasa bo'lgandan keyin yana bir video qilib, balki qo'shib bitta video chiqaramiz inshaalloh. Mana shu holatda mana beriladi, mana yonlarda qurtimiz, mana bu o'rtamizda bo'sh holat. Mana shunday. Mana shunday. Do'stlarimiz ishlayapti yo'qda. O'zim ham shular bilan ishlayapman. Xudo xohlasa bo'lib yana bir video qo'yamiz inshaalloh. Mana shu. Ishlaringiz omad. Xonadonlaringizda fayz va barakat. Charchamanglar. Podpiska bosinglar, tanish bilishga tarqatib qo'yinglar. Qaymoqchi qishloqda inshaalloh mana shu yer begimiz joyimiz. Hammalaringizda omad, charchamanglar. Xudo xohlasa begimiz kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Nomerlarimiz opisaniyada ham bo'ladi, videoda ham ekranda chiqib o'tiradi inshaalloh. Telefon qilaverasizlar. Begimiz kerak bo'lsa. Aloqadamiz. Charchamanglar, sog' bo'lasizlar.